Ramizan Yazmiliri 5. bab Roza tutush, özini tutqanliq 5. bölüm Roza, Rohning Ghizalinishi Roza ko'p ilohlik dillardimi uchraydi. Buning sababi balki bu e'tiqodlarga qadimki ilohiy dinlardan kirgan bo'lishi yoki bu e'tiqodlarning yildizi samoviy din bo'lishi mumkin. Qadimki Misrda roza tutiladi. Roza ulardan Yunonlarga o'tgan. Qadimki Yunonistonda roza bo'lib ayollarga shart edi. Rimdimi roza tutish odatining borligini bilamiz. Hindi e'tiqodlarda roza hozirmi eng cho'ng ibodatlar qatoridan yer olmoqda. Qisqasi, roza insonlarga berilgan ilohiy qarz bo'lib hisoblanadi. Roza tutgan bir mu'min insoniyat bilan tang tush bir karvonga qo'shilgan bo'ladi. Bu karvonning olamshumul ismi insoniyat bilan tang tush iymon oilasi. Roza orqali har mu'min bu buyuk oilaga mansub bo'lganligini jakarlamoqda. Bu ummatning tarixida roza tunji qatim bu oyat nozil bo'lishdan burun Ashura rozasi shaklida tutilgan. Bu haqda hadis va Rasulullohning hayotiga munosabatlik manbalarda nurg'un rivoyatlar bor. Bulardan biri Rasululloh Madinaga kelganda Yahudilarning Ashura kuni roza tutganligini ko'rdi va ulardan buning sababi nima deb so'rdi. Ular bu Allah Bani İsrailni Fir'avn va uning atrofidagilarning yomonligidan qutqizgan muborak kun. Musa bu kunni roza tutib o'tkazadi dedi. Shuning bilan Rasululloh biz Musoga sizlardan bakrak yaqin dedi va bizni roza tutishga buyurdi. Buxoriy Buningga o'xshash rivoyatlardan shuni bilalaymiz-ki, ro'zimi boshqa ibodatlarga o'xshash tadrijiy holda farz qilingan bir ibodat. Bu sahobalardan Muaz bin Jabalga oid bo'lib, Ahmad bin Hanbal, Abu Davud va boshqalar naql qilgan rivoyatga qaraganda, Muaz raziyallohu anhu mundaq degan: namoz va roza tadrijiy holda oxirgi shakl kirdi. Rasululloh Madinaga hijrat qilgandan keyin har oy 3 kun roza tutadi va Muharram oyining 10-kunidami roza tutadi. Keyin Allah butun Ramizan bo'yicha roza tutishga buyurdi. Lekin qurbati yetib turibmi roza tutmagan bir kishi bir kunlik rozaning fidiyasi uchun bir miskinni to'yg'isi bo'ladi. Buningga ruxsat qilingan edi. Keyin bu ahvol faqat safar ustidagi va boshqa o'zrisi bo'lgan kishilarga xos qilindi. O'zrisi bo'lmaganlarga roza tutish farz qilindi. Yezildi. Oyatdagi yezildi. Kutiba labzi. Farz qilindi, ya'ni Frida ma'nosida ilingan. Lekin bu ikkisi orasida farq bo'lsa kerak. Agar shundoq deyilmoqchi bo'lsa, farz qilindi shaklda deyiladi. Chunki farada so'zidan turlangan kalimalar Qur'onda ishlatilgan. Yezildi fe'li ro'zining insonning va insoniyatning davr cheklimasiga uchramaydigan ibodat qilinganligini bildirdi. Buni boshqa shariat va e'tiqod sistemalariga oid ma'lumotlar isbotlamoqda. Bu oyat islom hukmlarining zamon va makon cheklimasiga uchramaydiganligini eskartmoqda va barliq samoviy shariatlarning o'rtaq nuqtalaridan birining roza ekanligini o'ttirib qo'ymoqda. Roza insoniyatga berilgan bir ilohiy qarz. Balkim bu orqali
taqvo bo'lisizlar. Bu jumla ro'zining asos maqsadini bayon qilmoqda. Bu amirning sababini tövəndəki 3 nuqtaga yığınçaqlashqa bo'ladi. Birinchi, Allah insoniyatga bir yetakchi va mash'al qilib avatgan Qur'onning tug'ilganligini tabriklash. Qur'onning guvohligiga asoslanganda bu tunji xabar Makkada hijratdan taxminan 13 yil burun bir Ramizan oyida kelishga boshlagan. Ramizan Qur'onni ilib kelganligi uchun muboraklashga loyiq bir oy bo'lgan edi. Ya'ni Qur'on oyi edi. Qur'onning qo'lidan yetilab kelgan Ramizonni mu'minlar roza orqali bir shukr oyiga aylantirdi. Roza Qur'onni avatgan Allohga bandining navbatchilik bilan rahmat aytishi bo'lib hisoblanadi. Bu roza tutgan her musulmon Qur'onning tug'ilgan kunini muboraklayotdi deganlik edi. Roza tutish orqali Qur'onning tug'ilgan kunini muboraklagan har mu'min o'zidan bu savolni so'rab beqish kerak. Tug'ilgan kunini tabriklayotgan Qur'onni hayotimizga tatbiqlash orqali tirildirolmagan bo'lsak, bizning bu ahvolimiz ko'z oldimizda jon uzayotgan bolaning tug'ilgan kunini tabriklayotgan kishiga o'xshab qolamdi yo'q. Ikkinchi, Qur'onga loyiq bir kishi bo'lish uchun ta'siri kuchli bo'lgan nafs tarbiyasi va ruhiy poklanish elib berish. Bu roza inson ustida amaliyalashtirilgan operatsiya edi. Roza badanning och qo'yilishidan ziyoda ruhning g'izalindirishi bo'lib, ruhi badanidan ojiz bo'lganlarning ruhiga jismoniy va bashariy orzular hukmron bo'ladi. Bu ahvol harvikashning otni harviga chiqarib, o'zi otning o'rnida chopqandek bir ish. Roza qalbga qarab atlangan mushkul bir safar bo'lib, so'ygu va nafratning, iymon va inkorning, rad yoki qabulning markazi bo'lgan yurakka manzil edi. Bu safarda insonning eng cho'ng muvaffaqiyati o'zini tunish bo'ladi. Mana bu balkim bu orqali taqvo bo'lisizlar jumlasining tegida yotgan ma'no. Buni sharhlasak, ro'zining insondagi mas'uliyat tuyg'usini oshirishi, uni Parvardigorga, o'ziga, insonlarga, tabiatga va shaylarga qarta texmi mas'uliyatchanlik bilan muomala qilishga turtki bo'ladi. Uchinchi, boy kambag'al, boy gadoy, ishchi xo'jayin deb ayirmasdan har insonga ochliq va ussizlikning ta'mini tetutqizish orqali jamiyatdagi och va ussizlarning, uyqusizlarning dardiga barliq mu'minlarni sherik qilish va ularga bu ochiq haqiqatni amaliy beshdan o'tkazish orqali ularning dardini tegidan tushunish imkoniyatiga ega qilishni maqsad qiladi. Bu ro'zining ijtimoiy sababi. Har ibodatga o'xshash ro'ziningmi ikki qanoti bor. Bu qanotlarning biri kishidan Allohga, yana biri kishidan jamiyatga so'ziladi. Bu ikki qanotdan biri kam yoki sunuq bo'lib qolsa, ro'za manzilga yetib bora olmaydi. Ro'zining ijtimoiy sababi kishidan jamiyatga tutashgan qanoti bilan munosabatli bo'lib, bu orqali oyatda yer olgan va mas'uliyat tuyg'usini ko'rsatadigan taqvolik doirasiga faqat Alloh oldidagi mas'uliyat tuyg'usinila emas, jamiyatga qarta mas'uliyatni kirgizadi. Baqara surasi 184-oyatda sanoqli kunlarda sizlardan kimki kasal yoki safar ustida bo'lib ro'za tutolmagan bo'lsa,
tutalmagan kunlarni, ya'ni qazosini boshqa kunlarda tutsin. Ro'zani qiyrilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan aron tutadigan kishilar tutmasa, kunligi uchun bir miskin to'yg'udak tamoq fidyasi berish lozim. Kimki fidyani belgilangan miqdordan ortiq bersa, bu o'zi uchun yaxshidir. Agar bilsanglar, roza tutush sizlar uchun ig'izi ochiq yurishdan va fidya berishdan yaxshidir. Sanoqli kunlarda bu jumlani oldingi oyatning davomi shaklida yoki ikki oyat orasidagi bir ora jumla shaklida o'qishga bo'ladi. Bu jumla mazmun jihatdan oldingi oyat bilan munosabatli bo'lib, Pərz roza ibadetining belgilik, cheklik va sanoqli kunlarni ko'rsatadiganligini bayon qiladi. Noma'lum bo'lgan tarbi sanoqli kunlarni tashkil qiluvchi Ramizan oyining qamariya kalendari bo'yicha har yili 10 kun surilib, 33 yilda bir qatim aylanadiganligini ko'rsatmoqda. Ba'zida 29, ba'zida 30 kun bo'ladi. İbaradagi aniqsizlik ehtimolning birdan ortiq ekanligini ko'rsatadi. Sizlardan kimki kasal yoki safar ustida bo'lib, roza tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlarni, ya'ni qazosini boshqa kunlarda tutsin. Oyati sanoqli kunlarda roza ibodatida kasal va safar ustidagilar va buningga o'xshash o'zrisi bor kishilar uchun kengchilik qilib ruxsat qilinganligini ifodalaydi. Kasal va og'riqlar uchun berilgan ruxsat bu ruxsatga amal qiluvchining roza savobidan bir narsasini kamaytmaydiganligini bildirdi. Ramazanda o'zirsiz holda roza tutmagan kishining jazosi nima bo'ladi degan savolga bu oyatga asosan javob berilishi kerak. Bundaq qilgan kishi bir farzni tark qilganlik uchun harom ishni qilgan bo'ladi. Chunki ilohiy bir amrni o'zirsiz holda tark qilish harom bo'lib, bu sababdan gunohkor bo'ladi. Bundaq kishi chin yurakdan tövbe qilishi va tark qilgan farz ibodatining qazosini qilib to'liqlashi kerak. Ramazan oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Qur'on insonlarga yetakchidir, hidoyat qilg'uchidir va haq bilan nohaqni ayirg'uchi ro'shan oyatlardir. Sizlardan kimki Ramazan oyida hozir bo'lsa, Ramazan ro'zasi tutsin. Kimki kasal yoki safar ustida, ya'ni musofir bo'lib tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlari uchun boshqa kunlarda tutsin. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi. Og'zinglar ochiq yurgan kunlarning qazosini qilish bilan Ramazan ro'zasining sonini to'ldirishinglarni, sizlarni hidoyat qilganligiga Allohni ulug'lashinglarni, uning in'omlariga shukr qilishinglarni xohlaydi. Sura Baqara 185-oyat. Ramazan oyi zaman va makon o'z oldiga muqaddas narsalar emas. Shaylar muqaddasligini yaratquchisidan oladi. Allohning bir ismi Quddus. Uning muqaddas bo'lishi o'zidan kelib chiqmoqda. U o'zi muqaddas bo'lib, muqaddaslik nisbat berilgan. Uningdan g'ayri har qanday narsa muqaddaslikni Allohdan elish kerak. U muqaddas qilmagan narsalarni muqaddas ulug' qilish bid'at bo'ladi. Ramazan ulug'ligini Qur'on iyi bo'lganligidan oladi. Sizlardan kimki Ramazan oyida hozir bo'lsa, Ramazan ro'zasi tutsin. Kimki kasal yoki safar ustida,
ya'ni musafir bo'lib tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlar uchun boshqa kunlarda tutsin. Kasallik yoki safar ustida bo'lish ro'za amrining ado qilinishida mustasnoliq rolini o'ynaydi. Bu oyatda insonni o'zirlik qilib ko'rsatgan kasallikning turi, shakli, xarakteri aniq ko'rsatilmagan. Bir kasalning ro'za tutmaslikqa sabab bo'lish bo'lmasligi faqat fiqhiy masalasi bo'lishdan ziyoda axloqiy bir masala bo'lib, bu inson Parvardigoriga adab axloqlik bilan, ya'ni tab tortgan holda muomala qilish orqali hal qiladigan masala. Safar ustidagi kishi kelsak, Rasululloh ro'zani tark qilish uchun qanchalik bir musofa bo'lish kerakligi haqida aniq bir o'lcham qo'ymagan. Bu sababdan sahobalar orasida bu masala haqida o'xshamagan tatbiqlashlar bo'lgan. Aniq bo'lgani shuki, Batur g'azoti va Makkaning fathi kunlari Ramizan vaqtiga to'g'ri kelganlikdan Rasululloh va uning yonidagi sahobalar bu vaqtda ro'zasini kechiktirgan. Hatto Rasulullohdan safarda ro'za tutish afzalmi deb so'ragan bir yamanlik kishiga Yaman shivasi bilan safarda ro'za tutish afzal emas deb javob bergan. Yuqorida kasallik haqida bayon qilganlarimiz safar ustidagi kishi uchunmi o'xshash kuchga ega. Ya'ni kishi safarning ro'za tutmaslikqa sabab bo'lib bo'lmaydiganligini oldi bilan Allohga va o'ziga qarta axloq bilan muomala qilib, Allohdan qo'rqqan holda belgilash kerak. Sababning belgilanishida hammadan bak ro'zaga nisbatan safarning mushkuloti va ig'irligi kishida o'zini his qildirish kerak desakmi bo'ladi. Kasallik va safar ro'za tutmaslik sababi bo'lishida vaziyat, davr sharoiti va muhit imkonlarning nazardan saqit qilinmasligi nuqtasida. Sahobalardan Anas raziyallohu anhu bizga yaxshi o'rnak bo'la oladi. Anas raziyallohu anhu mundaq degan: Bu oyat nozil bo'lgan vaqtda biz safarga och qo'saqolda chiqatdik. Tamoq yegan vaqtimizda qo'rsqimiz to'ymaydi. Lekin bugun qo'rsqimiz to'q holda safarga chiqamiz. Yegan vaqtimizdami qo'rsqimiz to'yg'idek yeyalaymiz. Bularni bayon qilgan Anas raziyallohu anhu chokirni safarda ro'za tutishga buyurgan. Davomi bor.